Mana Gentra mashinamiz ham konditsioner muammosida olib keldi. Xudo xolasa tekshirganimizda dalinalar joyida, hamma yo'q joyida. Hozir konditsionerni qo'shib ko'ramiz. Mana 1 ga 2 ga qo'ydik. Konditsionerni qo'shdik. Shu konditsioner qo'shdi, lekin salonda ovozi bor. Xo'p, buni nima qilamiz? Hozir yon tekshirsak, motori yetarli. Dalinada tushirib beryapti, kompressorlari zo'r ishlayapti. Faqat bunda to'yoni eskirib ketgan. Hozir boshqa zapravka qilamiz. Xudo xolasa undan keyin ovozlari ham, salondagi ovozlari ham yo'q bo'ladi. Xudo xolasa sovutishlari ham zo'r bo'ladi. Hozir umuman sovutmayapti hozir. Mana Gentramiz ham ishi bitdi. Konditsioneri, kompressorlari zo'r ishlayapti. Zapravkalarni qilib tugatdik. Graduslarni ham ko'rsatamiz. Hali 29 gradusdan pastga tushmayotgan edi. Hozir mana gradusda 11 gradusga tushdi. Xudo xolasa bu gradus shu holada turmaydi, yana ham tushadi. 12 ga tushdi. Xudo xolasa chotki xizmat qilib beradi endi. Kimga konditsionerda xizmat bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa ichida chiroyli qilib harakat qilamiz. Mana 19 ga tushdi. Yana ham yurgandan keyin graduslari tushadi. Xudo xolasa xizmatda bo'lsa, Davronbek elektrikka murojaat qilaverasizlar.